Bomdodga tura olmadingizmi? Bilingki, demak Alloh taolodan kelayotgan yaxshilikdan siz mahrum bo'ldingiz, birinchisi. Ikkinchisi, bomdodga tura olmadingizmi? Imtihondan o'tishingiz qiyinlashyapti. Bomdodga tura olmadingizmi? Tongi barakadan qurib qolyapsiz. Bomdodga tura olmadingizmi? Bu ko'p davom etaversa o'rganib qolib, munofiqlarning safidan bo'lib qolishingiz mumkin. Bomdodga tura olmadingizmi? Demak, eng qiyin va eng savobi ko'p namozdan siz mahrum bo'lib qolyapsiz. Ishdan o'ta qattiq charchagan bo'lsa, bu dinliklarni qo'yib turib, so'ngra uxlab qolgan bo'lsa, bu boshqa masala. Ammo doimo biz ibodatlarga harakat qilishligimiz shart va farzi ayn. Uxlayotgan insonlar tarafini olmaymiz, ammo uxlamaslik afzal. Bomdod o'qimayotganlarning diqqatiga. Umringizda, rizqingizda baraka yo'q. Ertamandan kechga tellaysizmi, qiylanasizmi, yana nima qilasiz o'zingiz bilasiz. Bomdod o'qimagandan keyin hamma narsa qilsangiz ham foydasi yo'q. Bomdod o'qimagandan keyin yana bir narsalar qilsangiz ham foydasi yo'q. Chunki bomdodda baraka bomdod namozida bo'ladi. Kunduzman o'yganganingizdan boshlab uxlab qolguncha da'vat qilsangiz ham, ertalab bomdod o'qimaganingizdan keyin barakasi bo'lmaydi, birodar. Onam o'tiribsa bomdod o'qib olsam, oyoqqa borib hadis aytib, mayoqqa borib oyat aytib, bunga ahkam o'rgatib, bunga dinni tushuntirib o'qimaysan bomdod deyish kerak. 2 rakat namoz o'qi bomdodni. Qaysi inson bomdod namozini jamoatda o'qisa, hozir juda globalniy problemaga aylanib qoldi, defitsit bo'lib qoldi. Hozir jumada o'tiribmiz hammamiz bomdoddan 6 kvadrat yerda bomdod o'qib olyapmiz. 8 ta odam, 9 ta odam o'qib